Ko'chada yomg'ir. Voh, kiyinib bo'lishim bilan yomg'ir yog'ardi-yu. Eshikni. Zo'r pagoda bo'lyapti mana. Zakaznoy bo'lyapti. Pagoda zakaznoy. Svetimiz bor-ku, nima o'zi qiynalyapmiz. Mana. Zo'r. Pagoda zo'r bo'ldi. O'rnidan yopish kerak. To'la bugunlar уже kiryapti. Hop, plisosni hammasini yo'q qilaman. Qish boshlandi bizada. Kechasi bilan shamol. Ko'cha, voy, ko'zim. Havo bulut, yomg'ir yog'ib chiqdi. Bir yog'ib, tinib, yog'ib, tinib shunaqa. So'q. Temperaturani ham bilmayman necha. 13 tashqarimi, ichkarimi bilmayman. Qarashchi, o'zi bilinib turibdi sovuqlik. Ertadan endi sekin kun isisa kerak. Pagoda bo'lishi shunaqa edi. O'zimcha kecha o'yladim, ertalab turganimda kapotni ochib qo'ysam manzara bo'ladi. Suvga qarab yotgan bo'laman deb o'yladim. Ochib qo'ysam bo'ladi, lekin shaqillatib qo'yadi sovuqni. Suvda yashaydigan qushlarni hozir ko'rdim, bechoralar. Ko'tarilolmay zo'rg'a uchib yuribdi. Shamol olib ketib qolyapti. Yana pastlab. Nelyotniy pagodada xallas. Burgut ko'rdim kecha. Kichkina haligi suv chetida yashaydigan burgut bor, baliq bilan ovqatlansa kerak menimcha. Hozir burgutlarda problemada. U yengil qanotlari katta qushdi. Shamolda ucha olmaydi, qiynaladi shamolda uchgani. Uchadi endi zaril bo'lsa, uchmagani ma'qul. Qorin ochdi ularniki ham hozir ertalabdan. Qanaqa qatdan ovqat topsam ekan deb o'ylab o'tiribdi-da. Uchaman desa sovuq, shamol. Ko'zni chala ochib qo'yib bo'lmadim, bir chekkada shamoldan pana joyda o'tiribdi-da. Tezroq tugasa turib bir o'qilardim. Lekin masjidda hozir mana tokdan foydalanib shamolda kofe bu narsa qizdirib yeyishim kerak edi. Tok bo'lganda, tok bemalol bo'lganda bemalol ishlatib o'tirardim. Hozir lekin vaziyat boshqacha. Menda 75 75% qolgan zarat. Bu degani tema degani. Xolodilnikga zapas tursang ertaga indinga sekin kun isishi boshlaydilar. Hozir endi gazda pishiraman. Короче, yo солнечный panel qilish kerak, yo vetrogenerator qilish kerak. Men bitta shamolda vetrogenerator bo'lganda yaxshigina tok ishlab chiqarardi unaqada. Shuni o'ylab qoldim. Mashqqa necha marta kelgan bo'lsam, shamoldan qiynalganman-da, shamol. Meni markizani ham tutolmay o'tiribman-da. Markizani tutsa shaldir-shuldir bo'lib ketadi hamma yoq. Vahima bo'lib. Biz boradi. Yirtib tashlaydi. Shanga qurmayapman. O'zi bu markiza ham har doim ham ishlatadigan narsa emas. Qachon pagoda buzilsa, o'sha payt o'zi kerak-da bu.
ko'proq. Yomg'irda o'tirishgada ovqat pishiradi. Unaqa payt ko'pincha shamol ham bo'lib turadi. Pustayt kerak bo'lsa shatta ochiladi, masalan turadi deyashdi. Endi sekin gaz yoqib kechagi ishimni qilaman, kofe damlab. Kalbasa non. Yo'q, kalbasa non yo'q. Go'sht bor, kechagidan qolgan go'sht. Vahshiy zo'r go'sht ekan, menga yoqdi. Endi o'sha go'shtdan oladigan bo'lar. Ana burgut yuribdi, past ichib. Ya, ucharkan shamolda ham. Majburda, zo'rg'a qo'ndi lekin. Qorin ochdi. Nimadir yeyishim kerak deb yuribdi. Ularda yog'i bo'lmaydi shekilli. Montaj qilib o'tiribman. Mishkam tushib ketdi. Chiq bu yoqqa. Yaxshi, ko'chada sovuq, shamol, yomg'ir bir yog'ib, tinib, mana shunaqa bo'lib turibdi. Chiqaylikchi inamizdan bir tashqariga. 13 gradusdan ham tushib ketibdi shekilli menimcha. Mana bu narsam. Ovqat qilishim kerak hali men. Qanaqa ovqat qilar ekanman, erim turibman. Kartoshka narsalarim bu yoqda sovuqda. Kurtka ham yo'q, qalinroq. Lekin majburman, qilishim kerak. Mani anu 360 kameramni bitta linzasi tushib qolibdi. Qo'tirmagan ekanman, значит. Qatga tushgan ekan. Topfasam zo'r bo'lardi, bilmadim. Qiyin masala. Prozrachniy narsa bir rangi bo'lsa ham mayli-da. Ko'rinardi ko'zgu. Shisha bo'lsa. Shamolda mana izim ham sekin yo'qolib ketyapti, yaxshi. Nimaga yaxshi deganim? Birontasi ham amta kimdir yuribdi-yu. Bor voqechi qayerda ekan, baliq tushayotganmikan deb orqamdan kelishi mumkin. Endi mana amta umuman izim yo'q ketibdi mana. Umuman hech narsa bo'lmaganda, hech kim yurmaganda yo'q qolibdi amtlar, tavba. Ashdan kecha o'tdim. Kecha suvga tushib olib, antgacha yo'q. Taxminan narigi burchagigacha bordim shekilli. Keyin narigi betga o'tib, mana shunaqasi bordim. Ana qumli tepadan o'tib, nariyoqqa burildim. Meni svet ko'rinmay qoldi. Keyin yana bu yoq tarafga o'tdim. O'tib, bu yoqdan aylanib keldim. Endi 3-4 ta baliq ko'rdim. Otgim kelmadi, to'g'risini aytsam. Men mayda. Birinchi ko'rgan mamti suvdagi kattaroq edi. 1 kilolik suvdagi taxminan. Baliq bor ekan, sazan chiqsa otarman deb chiqdim. Sazan chiqdi. Anaqa katta emas. Mayda sazan chiqdi. Otganim yo'q ular. Sazan ko'p chiqdi lekin. Hamma shapaloqdek kichkina sazanchalar. Hali yengi olgan narsam tushib qolgancha topibdi-da. Uni topish muammo o'tdi. Qo'ygan joyim, uni birinchi o'rnatgan joyim, nariyoqda edi o'rnatuvdim. Mana shu kecha keldim, men to'xtadim.
to'xtagan joyimda tushgan bo'lsa topganda yaxshi bo'lardi, lekin ming bor uzr. 40 mingga 50 mingga AliExpress'dan yana zakaz qilib qo'yar ekanmiz. Haligi nimada esga tushib qolsa. O'zi bu narsani unaqa ishlatayotganim ham yo'q. Qopqochasini yechib qo'yib ishlatyapman. Vahshiy vidimiz zo'r bo'lsin deb. Bu yoqda nima gaplar? Mabda nimaga bu balchiq bo'lyapti? Ertadan suv o'tganmikan? O'g'ani mani izim. Bu nimaga xo'l bo'lib qolibdi? Zo'r joylar gap yo'q. Manbob joylar ekan. Mana shunaqa salqin bo'lib tursak, mazada. Salqinda maza. Kechigidagi 44 bo'lib tursa-ku, voy. Endi bu suv bor, suvga tushib kun o'tkazsa bo'ladi-yu. Qiziq emas unaqa qiyinchilik. Mana bitta o'tin. O'tinlar anaqa serob emas. O'sib turgan narsani sindirmaymiz-ku endi. Mana bu yoqqa suv o'tibdi shekilli. Suv o'tibdi, ana nimada. Ben pastdan o'tgan suv. Pastdan suv o'tib, bu yog'ini haligi bu tilida gapirganda izg'or qilib qo'yibdi. Izg'or degani zax qilib qo'yibdi degan. Burgut ishdandan. Mana bitta bir ikkita o'tinlar bor ekan. O'tin kerak bo'lsa olaman. Nima kiyik, quyon. Yo'qmi? Shamol qayoqdan bo'lyapti? Bu yoqdan shamol bo'lyapti. Mani ovozim nariyoqqa ketyapti hozir. Nima bo'lsa hammasi qochib o'ldi bu yoqda. Shamolga qarshi yursam nimadir ko'rishim mumkin edi. Endi videoni uzmasdan olib yuribman. Endi kelgandek bo'linglar debdi. Hamma ham chiqolmaydi-yu ko'chaga hozir. İşi var, vaqti yo'q, sharoiti yo'q. Короче, chiqolmagan odamga millionta bahona. Mana amallab chiqdim, xursandman. Yurmang gildilar, mamta. İzlar yo'q, mani izim faqat bosib ketyapman. Yangi yurmagan joylardan yurib. Ona suvda baliq yeydigan chiroyli sho'ng'ib ketdi. Kamerada ko'rinmaydi. Nima bu? Eksponat. Baliqlar shaldir qilayotgan joylar bormikan? Tishinaya. Mana shunaqa sayohat joylarda yuradi, bir-birini quvlab bahorda. Nima qilib? Bu yerda bo'lmasa, aniqda bo'lmasa, hovantda eshitilib turardi. Oldinlari, bu yerda emas, shu regionlarda. Umuman Aydarko'llarda ham. Nerisbay shaldir-shuldir bo'lib ketadi birovlar. Suvda bir andatir ketyaptimi, nima bo'lyapti deb sirazi to'xtab qaraladigan darajada qattiq ovoz chiqadi. Oxirgi paytlarda jo'ta eshitmayapman, ko'rmayapman unaqa narsalarni. Qatladadir bo'layotgandir, lekin kundan kunga baliq kamayyapti, ko'paymayapti. Shunisiga ham shukr. Ko'rib olaylik shularni ham. Ertaga bu Afg'onistondagi Qo'shtepani qo'shib olsa, bu suvlar ham o'lib ketadi.
Bilaman, shunaqa zo'r joyida deb eslayveramiz. Balig'i kamroq edi-yu, lekin chiroyli joyli edi deb eslayveramiz balkim. Unaqa bo'lmasin hech qilib. Qosim, go'zallik. Menga shu cho'l bilan mana shu joylar nimaga yoqishini sababi 5 metr, 10 metr yursam mana yoqda ekstremalni qumdi. Shuni ozgina yursa suv, sharoit. Buni qanaqa tushuntirsam bo'larkan-a? Cho'lda yurib kelib turib, birdaniga haligi suvga uchrasa odam xursand bo'lib ketadi-da. Короче, tushundinglar o'zinglar. Tushuntirishga juda ham boy emasman. Hali chanqab turganda suv kerak bo'ladi, suv ko'rib qolsa odam xursand bo'ladi. Shunga o'xshagan bir narsa bor-da bu yerda. Nima ovqat qilsam ekan? Kartoshka, voy, kartoshka, piyoz bor. Go'sht вообще ko'p. O'tirlar mana bor qurilgan. Shashlik qilgim kelmayapti hozir. Maqsadmikan-a? Kartoshka bilan go'sht dimlaymanmi? Dimlash uchun qozonni yuvishim kerak hozir sovuqda. Ama video montaj qilib o'tiribman. Uni qilsam bu qolib ketadi, buni qilsam qorin ochib ketadi. Mana shunaqa payt kimdir ovqat qilib tursa, ovqat pishsa chiqing desa-da, men sal nozlanib, hozir deb 4-marta chaqirganda keyin sekin kompyuterni o'chirib chiqsam-da, qalin kiyim kiyinib. Уже shunaqa narsalar xohlashni boshlaganman men. Hayot go'zal. Qo'lni orqaga qo'yib olib, cholla yuradi-yu, shunaqa yurib ketyapman. Qadamni qisqa tashab. Nimaga cholla oyog'ini, qadamini katta tashamaydi? Qoqilib tushsa, to'chni yiqiladi-da. Shu yiqilib tushmaydi, kalta qadam bosadi. Juda ham bir ehtiyotkor bo'lib qoladi-da. Bizda ham sekin boshlamoqchi bu narsalar. Qani? Baliq bitta shapillab ber. Hamma ishda tashlab suvga tushib ketdi. Men kelaman, baliq bo'ladim bu yerda. Cho'lda o'sib chiqqan bu narsa qotdi. Hidini qaranglar buni. Nimani hidiga o'xshaydi bu? Вообще hidi zo'r-ku buni. Hidi zo'r. Urug'chi. Urug'i o't hidi kelyapti. Mana bu narsasini hidi zo'r ekan. Mashinaga qo'yib qo'yaymikan, anaqa atir upalar hidi kelib turadi, bo'lmasa. Qatta ko'rdim mashina. Hidi zo'r ekan. Mana bitta ko'rdim. Yaxshilab gullagan payti o'tibdi-da ozgina. Bir hafta. Bular уже mazasi qochib qolibdi-ku. Unan уже mazasi qochibdi.
Bitti mana bu. Bu ham 2-3 ta qopti. Mayli o'sirsin. Shirin hid ekan. Izimni ko'ryapsizlarmi? Odam ham shunaqa yuradimi? Mana bunaqa. Odam o'zgaryapti sekin. Yana bir hafta yursam bu yerda dinozavrga aylansam kerak. Ovqat masalasini hozir endi hal qilishim kerak. Shamol sovuq. Tashqarida o'tirib nima qilish kerak? Sovuqlik qiladi menga. Ham yomg'ir ham tomchilab turibdi. Shu butilkalarni otib olsammikin? Ushiymanmi shuni? Neyim bir aroq ichib, kofe ichgur. Bo'ldi, ana yo'q bo'ldi ko'zdan. O'chiramiz. Kolxozni nariyoqqa olib o'tmasam bo'lmaydi. Shamoldan bu yoqqa. Kudati. Folmalar o'zi hal tortib qoladi. Bir yegisi kelib odam 1-2 kun yurgandan keyin. Hozircha shart emas. Mamni ham o'ngga qilib qo'yishim kerak va ish ko'p ekan hali. Qo'limni qattiq kesib olganman, topa olmadim, eslolmadim. Hozir buni endi nariyoqqa qilay shuni. Buni endi qanaqa tozalaymiz degan savol tug'ildi-da menda. Eski dedimskiy spособda qilamiz shekilli edi. Ana. Yaxshi. Ham toza bo'ladi, ham qo'li kesilgan joyi achishmaydi. Ota-bobolarimiz qumda yuvganga bo'ldi. Bunaqa yog'i bilan qozonni hech kim tashlab yubormagan hamda. Nonni artib, tozalab, yalab, yurqab, cho'tki qilib undan keyin bo'ldi qilishgan deb o'ylayman men. Hozir buni qumini ko'rdinglarmi? O'zi chala joyi ko'rinib turadi. Shu joyini 2-3 ta qumda ishqalab yuboriladi. Qum o'zi qum qog'ozida nima? Ishqalab nimasini tushirib yuboradi o'zi. Yopishib qo'ygan bir detallarini. Yani suvda chayib yuboramiz, yaxshilab. Ko'p narsalarni sizlarga o'rgatib yuboryapman-da. Bilib qo'yasizlar. Hammasini o'rganib olsanglar, keyin mendan atpiska qilib chiqib ketasizlar. Bo'ldi bu mujik
qiziq joy qolmadi. O'sha hammasi bilib bo'ldik. Yurish-turishi shu ekan buni. Bir baliq tutishi ham bilmas ekan. Nuqul baliqqa boradi, hech narsa usholmaydi. Diziladi. To'pa-to'g'ri o'yloqchilik xuddi shunaqa o'zi. O'ptim qilsamchi bundoq. Bo'ladi shu aqsa. Tishuvlarga qumlar kirib, klapillari ishlamay qolmasmikin, uni chayish kerak endi yaxshilab. Ketdik chayamiz. Qaraydi men joyim. Ana. Taki vardık. Abdest tutturuyoruz. Ama kıyını mı? Yok. Ha yok ben ağaçlarda. Kum kop geçse alı. O kat pişirsem kıçır kıyılmasın. Hani gelsiz. Her xil ximikatsiz qozonni yuvdik mana o'rtali. Qolib ketgan qumlari ham chiqib ketsin. Bo'ldi mana. Shikarni bo'ldi, shikarni. Benim içinden katta yeni salfetken oluşum gibi. Sizlerge ağız korsam qanaqa ochilishini uni. Bir ajoyib narsalar tushib ketmaydim. Please tushma. Ye. Bu yoqda ekan mashinani kaliti. Bu yerda qora kalit tiqiladi. Bu yoqqa buriladi. Keyin mana bu narsani oxirigacha qilinadi. Bunday qilib ochiladi. Laqash qildoqni ochamiz. Ochgandan keyin kerakli narsani olinadi. Kerakli narsa nari yoqda yotgan ekan. O'zi tashamani o'zi ham uzoqqa. Naqaga. Nash kerak endi menga. O'tgan ham sig'ib ketgan ashki. Matibdi. Endi uni yopib o'tganda laqash qildoni $400 narsani yopamiz. 400dan ham oshiqmadi, nech pulida. 400 vurulik mana bu narsa paka oxirigacha bormaguncha kalt chiqmaydi bu yerdan. Shu. Kaltni mashinani o'zini burniga tiqib qo'ymasak, hozirga o'xshab qidiramiz. Ana. Endi shoshmagin. Bir narsa bo'lib qoldi deb aytmagin. Короче, yerim o'tgan narsani mana qilib bo'ldim. Shunga yerim o'tdim-da. Ozgina qimirladim. Unaqa sovuq. Sovuq bilinmadi.
Yomg'irli bulut o'tib ketdi deb o'ylayotgandim. Nariyoqda hali ham bor ekan shekilli. Shamol bu yoqqadi. Kartoshka bilan go'sht pishiradigan bo'ldim gazda. Stakan nima qilyapti bu yoqda? Joyi turish kerak. Hamma narsa o'zini joyida turish kerak. Yonsam qidirib yuraman. Xo'sh. Yo'q. Yo'q. Cho'michni ham kapkirim shu yerda. Nima yetishmayapti menga? Go'sht va go'sht tayyorlamadik hali. Go'sht tayyorlash kerak. Da texnika mo'jizalari. Qani mani pichog'im endi. Go'shtdan kerakli joyini kesib olishim kerak hozir. Shunaqa go'sht. Xo'sh. Ha bo'lyapti. Nima bo'lyapti? Shuncha yetadi.
Dişlerde konat yani şekilli. Yandı mı? Dayak dursun. Taş mı bu? Çıkışı hem yakayım bunu. Hopçısını onu kaç payt solamiz endi bilmiyorum ben. Çisnu paçaqlaydigan aparat olishim kerak edi. Baribir hamma ovqatga chesnu baribir solinadi. Ko'pchilik ovqatga. Ketdi chesnu. Oho. Hidi chiqdi-yu buni zo'r. Mana shu hidi endi shu go'shtga ursin. Keyin piyoz tashlab olaman. Kartoshkani oldinga aytganimdagi qing'ir qiyshuv to'g'rog'imman bir-biriga yopishib qolmasin deb. Lekin katta qilib oldinga maydaroq qildim. Ana kasha bo'lib ketdi. Kasha xohlamayman men hozir. Nak bo'ldi, piyoz tashlaymiz endi. Yaxshi. Bizga kerak emas bu. Bizga hozir kerak bo'ladigan narsa endi
spetsiyali, tuz. Shunaqa narsalar kerak bo'ladi faqat. Olov sal pasaytirishimiz kerak. Kamaytirdik. Xo'sh, qani bizani nimamiz? Sehrli narsalarimiz qani? Bu yaxshi tegirmon emas, bu yaxshi ishlamaydi bu. Tugasa tashlab yuboraman. Ana kallasi boshqacharog'ini olganman, uyda bor. O'sha zo'r ishlaydi. Hozir bitta buraganda yomg'ir qilib, qosir-qusur qilib tushadi shunaqa. Buni 50 marta burash kerak. Bo'lmag'ir. Qopqog'i ham nikto. Hop, bizga tuz kerak. Yo, tuzni kartoshkani ustidan solamiz. Nima kerak yana? Bo'ldi menimcha. Tuzni oxirida solamiz. Ana tuz. Ana. Yaxshi. Ikkita anaqa tashlab yuboraymi-gina? Kichkina nimadan? Pomidordan. Bor demanda pomidor. Bekor ham turibdi. Mana bunaqa pomidor. Mana shunaqa pomidorim bor. Maydasidan tashlab yuboramiz. Mana anaqa lat yeganidan. Bitamiz. Mana dumini olib tashlasak, suv chiqadi o'shadan. Ketdi ana. Endi buni qamaymiz. Dimlama holatiga keltirishimiz kerak. Ana. Mana buni yana kamaytirish kerak-da. Yo. Hozir pistillab chiqsin, keyin kamaytiramiz. Bir varra uçurib ko'rmaymizmi? Çık. Zo'r mu? Kamera qo'ysak zo'r bo'lardi-da shunga.
Shomol ham yo'qdan bu yoqqa o'ynayapti bu bola. Chapga qiyshish odati bor-da uni. Shuni chata. Hozir yaxshi ichyapti. Bo'ladi. Yomon ham qattiq tortyapti-da. Shamol kuchayib ketdi, yig'ishtiraman. Zo'r varra ekan. Dağılıp hamısını bunda bu yoqqa davamisini bunda qayirib qo'ysa bo'ldi, aylanib ketmaydi. Teskari qilib qo'yamiz. Uchib ketmaydi shunda. Ovqat nima bo'ldi ekan? Nafas olyapti yaxshi. Varreni uchiga GoPro qotiradigan qo'yman. Endi bunaqa katta gruzni ko'tarishga yaxshigina shamol kerak bo'ladi-da. Ozgina qiyinchilik bo'lib turibdi. Mashinani Kaziro'ga GoPro qotiradigan yasagan edim bir paytlar. 3D printerda. Ishlatmayotgandim bu. Sal jinnicharoq narsa chiqib qoldi. Shu hozir esimga tushib qoldi, men qizdirdim-da. Pachoqlab moslashtirdim. GoPro tushib qolmaydi aniq. Har xil yo'llarini o'ylab ko'ryotgandim. Tushib qolsa-chi deb sal ikkilanayotgandim. Bunisida endi tushib qolmaydi aniq. Nimasi? Varreni o'zi qaqqadir ketib qolmasa ip uzilibmi, bu narsa bo'lib.
GoPro'da stabilizatsiyasi bor-da videosida. Hozir bu likkillab shalpillasa ham ziyon bo'lmaydi. Agar GoPro'ni ko'tara olmasam, mana krepleniyaga hali yana kichkina kamerachani, yengil kamerachani ulasa bo'ladi. Ko'tara olmasam mabodo. Qani bizni GoPro. Ajoyib ishlar qilyapman lekin O'zbekistonda to'shni hech kim qilmaganmish. Balkim Rossiyada ham qilmagandir. Voy u. Chakmamizsim. Sim kameraga tegib qolishi mumkin ekan. Mana shu o'g'ilda uchsa, bundoq tursa bo'ldi. Yaxshi. Endi buni sinab ko'rish kerak. Qiyin, og'ir bo'lib ketdi tumshug'i. Hali prova qilib ko'ramiz. Avariyani sentrovkasi buzilgan, endi bu qanday bo'lar ekan bu uchish masalasi? Yo, silishkim kuchli shamol kerak bo'lyapti. Voy o. Bu teskari bo'lib qoldi. Ya, o'rtoqlar. O'xshamayapti bizning ishimiz. İşimiz o'xshamadi. Menga значит yengil kamera qo'yamiz. GoPro og'irlik qildi juda ham. Mana kamerani qo'yamiz. Mana kamerani qo'ydim. Bu yengil. Ko'tararmikan buni endi? Давай endi uch. Uch ukam, uch. Uch ukam. Bitta odam yetishmayapti-da menga hozir. Zapust qilishga odam yetishmayapti. Nima qilish kerak uni? Давай, давай, uch. Onayimga. Sentrovkasi buzilganda. O, давай. Давай, давай.
Короче, sentrovkasi buzilganligi uchun bu uchmayapti. Uchmaydi ham bu. Ana. Kalla tashlavyapti-yu. Mana o'rtaga qilish kerak deb, ham bitta turish kerak deb bu narsa hammasi. Mana bitta turish kerak, bo'lmasa bo'lmaydi. Sen ovqat nima bo'ldi ekan? Tega olib ketmadimi ekan? Nimaga? Varrega o'g'ri bo'lganda. Ye. Vay bu rangini qarang. Ranginden Abdusattor. Bunun rengi xunu. Hem de aralashtirsa sal ovqatga o'xshadi. Demlanadi endi bu. Pomidorlari ham bor. Hozir o'ylayapman, varreni orqasiga bitta qaraqadir gruz olsa-ba, protivovес. O'shanda buni anaqasi to'g'ri bo'ladi hali, sentrovkasi. Aviatsiyada sentrovka degan narsa juda ham bir katta rol o'ynaydigan narsa-da. Nechta samolyotlar qulab ketgan shu sentrovkasi buzilgan, ichiga yuk ortganda, noto'g'ri ortganda. Hop, orqasiga nima ilsak bo'ladi? Kartoshka ilib qo'yamiz-da bitta onsona. Kartoshkani o'sha taxminan o'sha yukni beradigan kartoshka ilamiz. Simda. Uncha og'irmasin bu. Og'irroq-u. Men hamma narsani bitganda shamol tugab qolmasa bo'ldi ish qilib. Eng kichkinasi shunaqa ekan, ayescha kesib tashlayveramiz. Muammo emas. Hamda qilib ilamiz. Mabdan ham ilib qo'yamiz. Shamol to'xtab qoldimi? Mana. Hali. Sentrovkani vrodi hal qilgandek bo'lganman, kartoshka ilib qo'ydim. Hozir endi buni yana uchirib ko'ramiz. Mana mashta chuvalashib qolmaydi. Давай.
O sentrovkani to'g'irladim. Uchganday bo'lyapti. Yaxshi. Yaxshi syomka bor. Faqat o'ynayapti, likkillab. Kamera boshqa qarab qopti. Hozir to'g'irlaymiz. Sizlarga ko'rishingiz uchun. Mana likkillab uchyapti nimagadir. O'ynayapti. O'ynab uchyapti. Mayli, menga bitta normalniy kadr chiqazib bersa bo'ldi deydi. Suvga tushma faqat. Suv tarafga qarab ketib qoldi, shamol o'zgaryapti. Mana shu yoqda yur. Sentrovka baribir juda ham to'g'ri emas. O'shanga o'ynayapti bu. Kartoshka og'irlik qilyaptimi, yengillik qilyaptimi tushunmayapman. Bo'ladi, mana shu syomkani endi tekshirib ko'ramiz qani. Qanaqa chiqdi ekan. Bu temani mukammallashtirishim kerak edi. Oldi og'irlik qilyapti, bo'ldi. Kartoshkani sal kattarog'ini qo'yish kerak. Oldiga sho'ng'ib, orqa og'irroq bo'lish kerak-da, o'z iloji boricha. Ke. Bo'ldi, uspokойся. Uspokойся. Tak, orqaga kattaroq kartoshka olsamiz o'rtali. Spokойный tekis uchadi shunda. Kartoshka sal pastroqqa suruvdim, endi stabilniy uchyapti, bo'lmeni. Kam, bari ozgina kamlik qilyapti. Yengillik qilyapti kartoshka. Давай. Maynavatchilik. Zato eksperiment qilyapman. O'g'adim pishganlar. Neda? Quladi-yu. Quladi.
bo'ldi endi ovqat deylik. Eksperiment rosa zo'r bo'ldi. Endi mana hozir kompyuterga tiqib ko'rib boqaman qani. Ozgina bo'lsa ham kadr chiqqanmi-yu? Normalniy. Xo'sh, mana bitta endi uni kamerasini yechib olishimiz kerak-da. Bo'lmasa bu iflos bo'lib qoladi. Bo'ldi, endi qorinam ochib ketdi. Ovqat yeymiz endi bo'ldi. Mana hozir ana qilgan narsamni ko'rishimiz kerak, nima bo'ldi. Mana bu narsani. Narsani ochil. Uni qaranglar. Yeganimiz yeb qolganini solib qo'yaman. Boshqa bizga garchitsa, parchitsalar kerak emas. Mana bu narsa ham kerak emas. Ovqat rangiga o'xshab qolibdi-ku. Hali o'xshamayapti ovqatga. Qo'shig'imiz qani endi bizdan? Endi qoshuv qidiraman 2 soat. Mana-yu qoshuv. Qo'shuvni olsam hozir bo'linib ketadi bu. Mana buni olaymi ekan? Dimlamamiz, dimlama bo'libdi. Tomganlarni artib olamiz. Faqat kartoshka chiqibdi, go'shtchi, go'sht. Go'sht ham yeylik. Bo'ladi. Ozgina sho'rvasidan ham salfetkani tayyorlab turishim kerak edi bunaqa payt. Bunaqa narsalar bo'lmaydi shunda. Hamma yoqqa oqizib. Ana. 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 Bundan ozgina vijillatib olsak ustiga. Yaxshi bo'ladi hammasi. Qani bismillah. Tuzi nima bo'ldi? Tuzini tekshirib ham ko'rmanman. Tuzda men hech yanishganim eslolmayman. Четко. Ana. Bizlar rediska nima bo'ldi? Xey bo'pti-da. Xey bo'pti.
Qornim ochib ketuvdi o'zi. Hozir ovqat yeb bo'lib, hozir syomka qilgan kadrlarimni ko'raman. Nima bo'ldi ekan? Qiziqib ketyapman. Mana narsa zo'r bo'pti. Choy qani? Voy. Choy ham yo'q, suv ham yo'q. Nima ichaman? Ichkim kelmagan narsani ichaman endi majburman. Qanaqa ochamiz buni? Voy. Ertadan sekin kun yana tepaga qarab ketish kerak pagoda bo'yicha. Tepaga qarab olib bir tepaga qarab ketar, shu bilan pisi, shu bilan endi kuzda tushsa kerak. Choy damlash esdan chiqdi, varrega berilib ketib. Piyozi zo'r chiqdi. Zo'r salat chiqar ekan. Dangasalar salati. Bo'ldi. Videoni o'chiramiz. Bu yoqda o'chirish bilan ikki qo'llab yeyman. Soat 8 bo'libdi. Montaj qilib o'tiribman. Yaxshigina tok yeyapti. Hozir 80 watt ishlamay turganda 150 watt yeyapti ishlatganimda. Ishlatsa ko'proq tok yirgan, shunisi ham bor ekan. Ko'cha kuz bo'lib ketdi. Ertaga sal kun isisa, kunduz kuni suzaman, endi kechqurun suzmayman. Foydasi yo'q ekan. Shu kunnimi, bilmayman baliqlar. Kunduz kuni qamishni orasiga kirib bemalol yuraman. O nariroqlarga borsam bo'ladi. Qorong'ida bari sal vohmaroq. Baliq chiqib tursa bilinmaydi-ku, baliq chiqmasa yuraversan, hech narsa yo'q. Zerikadi odam. Bugungi kunda ham endi hozir yana 1 soatmi shunaqa montaj qilaman. Balkim noshuronmi. Ancha ish qilib qo'ydim. Uyga borib qilish kerak bo'lgan ishlarni montajda. Sekin ko'nikmayman endi. Lekin men bu tok masalasini hal qilishim kerak ekanda. Tok masalasini. Ya stullarni qo'yib olganman. Zo'r udobniy o'tiribman, divanda o'tirgandek. Bitta men parda ochaman, yopilib qolaveradi, ochaman, yopilib qolaveradi. Ilib qo'yish kerakmi? Ona iblos ekan. Tok hal qilishim kerak ekan, tokdan bexavotir bo'lsa yaxshi bo'lardi.
Kosmitskiy karablda o'tiribman. 60 Hzda turib qo'ygan ekan. O'shani 50 Hzga tushirib qo'ydim. 60 Hzda likillaydi, pildir qiladi. Lampochka yoqqanda. Yana bitta tong otdi. Bugun sovuq. Tashqarida yomg'ir yog'yapti. Shamol bu yoqdan tiqir. Bugundan kun isish kerak edi. Yomg'ir yog'yapti ertalabdan. Nima bo'ladi? Batareyka 60%. Ko'zga tushdi. Sahalin Kamchatkani eslatib yubordi. Yozda ham shunaqa deyapti. Bulut, yomg'ir, ertalab salqin. Voy, pagoda. Sentyabr. Shamol tingani yo'q, qoyil qoldim. Mashina eshigini ochib yotish xuddi ayvonda yotganda yotibman. Yomg'ir menga tushmayapti, shamol bu yoqdan orqadan. Ikkita qarmonni o'qladim. Hozir endi chuvalchini ilib. Shamol bo'lsa ham tashab qo'yaveray. Balkim tushib qolar bu narsa. Jo'g'ari ilib. Chuvalchanlarim o'layotib shekilli qurib. Bo'yla ilib tashiyman, anaqa o'lib qo'yamiz. Hop, taqir joy qayerda edi? Taxminan mashilada edi. Chuvalchan qurib o'lib qopti-ku.
qoqib bo'lib qopti, uni suvga otib yuboramiz. Anaqalar yeydi. Krevetkami bu narsalar bo'lsa agar. Mana bundan ilib tashlaymiz endi, boshqa iloji yo'q. Tushsa shunga tushadi, tushmasa o'zimiz tushib tutib chiqamiz. Haqiqiy sovuq. Kuz realniy. Bahor ham emas. Voy, buni hidanachi. Uncha zo'r. Arqoniga kirib qoldimi nima bola? Ha, endi kira qoq qiynamasdan. Ana. Tushdi. Tushib qolsa zo'r bo'ladi. Narsa yana ko'tarilib ketib qoladi eski. Ana buni endi biza toshimiz qayoqda edi? Endi biza o'sha qamichdan sal nariroqqa otishim kerak-da buni. O'sha uzoqqa otishim kerak emas. Shu achki mushit qilib turibdi menga. Ana bu vantga otishim kerak. Ana o'sha yerga tushish kerak edi. Juda yaxshi. Hozircha shu yerda turib tursin bu. İkincisini ham otib qo'yaylik. İkincisini sal nariroqqa otaman. İkinci çubuğumuz ham tayyor. Bizim endi nariroqqa otamiz. Hop. Joyiga tushdi. Bitta joyiga tushdi. Endi bunichi bundoq qilamiz. Mashinamni oldigacha tortib olib borib turib, qo'ng'iroqni o'sha yerga ilamiz-da. Hozir bilmay qolaman men. Tortdim nima bo'ldi? Mashinamni olib tursak, krugli sutka ishlayveradi bu. Taqir-tuqir qilsa bilinadi. Taxminan mashitga nimadir qo'yishim kerak ekandi. Mayli, hozircha turib tursin. İkincisini ham olib kelib qo'yaylik. Ashga qo'yib qo'ydim mana. Tortsa direng qiladi. Пылящий, тонущий, бойли, мед. Nima teyapti bunga? Shqir qilib. Daraxt teyaptimi, nimadir cho'p teyapti. Vahshiy 9 gradus. Adlar bir ko'raylik chiqadi nima? Sazanlar o'ynamayotgan ekan. Quyosh chiqsa o'ynaydi endi. Quyosh chiqmaguncha foydasi yo'q. Hammasi bekinib yotibdi hozir. Qamishlar orasiga kirib olib.
Jim ovoz chiqazmasdan. Tag'in bilmadim deydi-yu, ana shu bo'ladi. Aslida yurgan bo'lishi ham mumkin. Tag'in bilmadim. Mashqqa tuxum qo'yadi bular. O, atta kiradi-da. Bu xavf sezsa shunday qamchi ichiga kirib kutib turadi. Tinchlik bo'lishini. Ham bu yerda suv iliq bo'ladi nisbatan nariga. Tuxum ochib chiqish osonroq bo'ladi. Kechagi shirin guldan ko'rami? Mana hidini-chi. Shu zo'r. Buni ma'mutada bodringi bor ekan-ku. Mazasi qanaqa ekan buni? Zaharli emasmi-ku? Normalniy narsa bo'lganda hamma bilgan bo'lardi. Yeb ko'rmay qolish buni. Hidi zo'r ekanda buni mashina ichiga qo'yib qo'ysam, sasib turadi. Chota. Ikkita baliq shaldir-shuldir qilib yurib berganda menga motivatsiya bo'lardi. Muhabbat Hamrayevani gapi bo'yicha. Motivatsiya degan gap bilib olibdi endi 250 marta qaytaradi har bitta peredachasida. Yor bo'lardi-yu. O'zi uni ishqiboz emasman-ku bir qo'ysam o'sha bo'layotgan bo'lardi. O'zi televizor. O'shandan keyin televizor ko'rmaydigan bo'lib ketdim. Motivatsiya. O'zbekcha perevod yo'qmi shu so'zni? O'zbeklarda yo'q bunaqa narsalar bo'lmaganmi qadimda? Yemami qolib ketibdi-yu. Mayli. Gulimiz mashta tursinlar. Uforlarni chiqazib. Bizani tuzlamamiz vashib pishib ketibdi-yu. Hozir obedda yeb olishimiz kerak. Давайте, ребята, давайте. Tushlaring tez-tez. Ertaga kun ochilsa suv ichamanmikin deb turibman. Bunaqa sovuqlik kiyingim ham kelmayapti-da. Kiyinishku ras kiyib tashaladi, lekin yechinish degan joyga kelganda zal qiynaydi. Gruzlari mashti qolib ketmasa bo'ldi, chekkaga olib qo'ying. Qolib ketadigan odati bor bir marta. Tashmoriyda tashab ketib qolganman. 1,5 sutkadan keyin esimga tushib qolib borsam turibdi-da. Lotka deydi unda. Olib kelganman yana qaytarib. Mashta turing aka. Tursunboy bu turadi ashunda. O'sha tasavvur qilyapman. Bir kun, 2 kun sutka o'tgandan keyin qo'ng'iroqlarni yechib yana o'rayotganim. Chuvalcham bo'lganda ham boshqacha baliqlar tushib qolib bir tingir qilib turardi, zeriktirmasdan. Endi hozir bizada chuvalchamiz qurib qolgan. Jo'xori eldim. Jo'xoriga исключительно sazan. Tortsa sazan tortgan bo'ladi. Lapatkani olib ko'lab ko'raymi ekan. Bu yerlarda bo'lmaydi chuvalchi. O'sha suv chetini ko'lab ko'rishga qani nimalar yashirgan. Kecha kelganimda nimalardir izini ko'ruvdim.
nimadir bor edi o'sha yerda hozir. Ko'rib ko'raylik. Bizdan nima ketdi? Lapatka bo'lsa, balkim nimadir qanaqadir qurt-qumursqa yashasa kerak. Ham chirchuvdi Angren daryosida topib oldim har xil narsalar. Mana ham teshuvlarni ko'rasizlar, hamma yoq teshuvdi. Shu nimani teshigi shu? Mana shu nimani teshigi mana shu? Bakashto. Hech narsa chiqmayapti. Yurib chiqib ketganmi bu yerdan hayronman. Chuqurlikda yo'q. 150 da. Ana shu teshuvlar nima teshigi? Qo'ng'iz sari buzoq boshli yerni ko'lab nimalardir qidirgani u. Lekin yo'q. Bironta bir jonzot. Mash degan qarg'a-parg'alar mana shunaqa narsalarni qidirib topib yesa kerak hamcha. Ko'lab. Chuqurga kirib ketmas ekan u. Yo chuqurga kirarmikan? Ildiz. Degan suv chiqib ketyapti. Yo'q, hech narsa bu yerda. Beroda bormagan. Nimadir bu yerda izg'igandi. Ketgan qatgadir. Yo'q bu yerda hech narsa. Hech narsa yo'q. Ko'ruvdim-da, o'sha kelgan kuni ko'ruvdim. Nima ekan deb vaqt bo'lmadi. Qaramadim. Ninachilik yuribdi, o'sha kech kelganimda ko'rdim, hamma yoq ninachi uchib yuruvdi. Kun isib ketganda hammasi chiqqan. Tuxumidan ochib chiqqan. Yana uyimga kirib o'tiraman, qarmoqlarimni bu yerga qo'yib bu yerga qilaman. Yursib tashlaganman hozir. Yashuvni olib, ichini tozalab, artib, boshqatdan taxlayman hozir. Voy, yomg'ir tinmaydi shekilli bugun. Baliq ham tortmayapti. Tishina. Maza qilib dam olar ekanman-da. Ertaga quyosh chiqsa, kunduz kuni tushamanmikin dedim. O'zi kecha o'yladim, bugun tushishi. Keyin pereda umid qildim. Cho'ta dizda sovuq deb. 7 gradus temperatura. Ben nereye aylanib kelishchi. Zerikdi odam. Quyosh bo'lganda suvga tushardim. Mashinada mana masjiddan chiquvdim-da men. Hozir endi bu yerdan yer qurimaguncha o'tish qiyin bo'ladi mana bu joydan. Hozir yurib ko'raman shundoq. Suv chiqyapti. Ko'rdinglar? Shu taqirri mashinasi yomon-da. Sal yomg'ir yog'sa, mana shunaqa ahvol bo'lib qoladi. Oyoqqa yopishsa ham qiyin bo'ladi ketishi.
Menku Nivada o'tib ketsam kerak. Shundoq shilpillayapti. Shuni ko'rgani keldim o'zim masjid apasniyda qanaqa ekan deb. Yer suv shinmaydi-da, oqib yuribdi, oqib ketgan yoqqa bu yoqqa. Qumda bemalol yuraveradi mashina. Ho'l qumda. O'to'larlar mazaga o'sadi endi. Mabdan ham kimdir yurgan ekan. Ko'l o'shatgacha borib tugagan ekan. U yog'i o'sha maydalashib ketgan ekan. O suv o'sha yoqdan keladi o'zi. Sal shamol kamayganiga qushlar sayrab bayram qilishyapti. Lekin shamol ozgina bor. Qamishlar qimillab turibdi. Suv usti tekisda o'ta yaxshi yuradi havo. Bu nima daraxt ekan mana. Nima barglari ham ajoyib ekan, barg emasmi? Gülünü var hele. Hidi yok. Yok hidi. Yaxshi bizda sherlar, yo'lbarslar bemalol yuramiz bunaqa joylarda. Bundan 100 yil, 200 yil oldin bunaqa yurib bo'lmagan. Undan ham oldinroqlar. Yovvoyi hayvonlar ko'p bo'lganda. Hop. Mahmud qo'ltiq ekan. Qo'ltiqning orqasi katta suv ekan. Ertasi qozonda ovqat pishirib qo'yib, kechgacha yuraman shekilli, bilmadim. Yorug'da. Odam charchab qolsa yoqmay qolishi ham mumkin. Bor edib chiqib olish. Quyon. Quyonni bolasi. To'xta. Ko'rdinglar, mapda o'tirgan ekan. Quyonni bolasi qochdi. Shu bir yovvoyi narsa ko'ramanmikin deb yurdim, chiqib qoldi. Qani hozir qayerga qocharkan bu? Bandga kirib ketdi. Bechara og'zini bitlab yotgandir, qiynalib. Nariyoq suvga qocha olmaydi. Bu qimillamay turaveradi o'sha yerda. Chiqib bo'pti endi o'tdan. Adasi qatta ekan buni.
Oldin o'ylardim, quyonlar yerni ko'lab g'orda yashaydi deb o'ylardim. Ular anaqa shoh tegida yashirkan. Yer ko'lamas ekan ular. Shuncha cho'lda yurib biron marta quyonni inini ko'rmaganman. Ko'langan katta. Tulki-pulkilar sirasi tutadi unaqa ko'lasa. Qochoni qoladi. O'sha mashaqa joyda o'tirar ekan ular. Jing'il tegida, saksovullarning tegida. Maskirovin deydi, o'sha rangi ham o'sha nimaga o'xshaydi, mana shu daraxt rangiga o'xshaydi shuncha. Daraxtni bekinsa yoniga kelsa ham odam ko'rmaydi. Kichkina quyonni bolasini endi ko'rsin. Katta quyonlar qochardi, lekin bolasini ko'rmagan edim. Tingir qochib qoldi. Bugungi kun ham o'tdi. Ertadan sal quyosh chiqsa kerak endi. Pagodada shunaqa yozilgan edi. Quyosh chiqsa ertaga sekin suvga tushaman. Dam oldik, rosa uxladim. Maza qilib. Shamol ham tinganday bo'ldi, sal sekinlashdi. Kartoshka 5-6 ta kartoshka qaynatib qo'ydim. Qaynatishga solib qo'ydim. Kartoshka bilan piyoz selyotka yeymiz ugali endi. Selyotka ham haligidan. Mana shunaqa selyotkadan bu. Hozir buni tozalashim kerak endi. Qonini yorib, tozalab, kak palovjina qilishim kerak uni. Chiroyliligini qaranglar uni. Skumbriyamidi bu? Neydi bunun oti? Otini yozmagan ku. Skumbriya ekan. Lishni narsalarni olib tashlab, toza go'shtini qoldiramiz. Tozalab tashladim, 1 tonna salfetka ketdi. Zato tayyor mahsulot yesa bo'ladi. Qo'llar ham selyotka hidi bo'lib ketdi. Osmonni qaranglar. Wow! Samsung telefonimda rasmga olib qo'yishim kerak ekan. Normalni chiqazib berarmikan? Kartoshka ham qaynadi. Ana endi kartoshka bilan selyotka yeymiz.
Selyotkani har xil emas. Ko'p yeb turganman, haligi o'zimizni seltmidi, selyotkami-da, hali bochkada sotadigan-chi. Bunaqa yeganman. Mana bunaqa olib bilasini selyotkasini yeb ko'rmagan edim. Shunday ustatsa qilib ko'rmoqchiman. Qanaqa bo'lar ekan bu? Erigan baliq deb. Qatidan boshlasamgina. Terisi ham tanga panga degan narsasi yo'q. Qanimiz. Yangi yil esimga tushib ketdi. Oz bo'lganim qani mana. Yog'li baliq-da-ku. Shuning uchun mazasi zo'r. Baliq yog' foydali-ku. Hozir kartoshka tozalab o'tirib esimga tushib ketdi. 80-90 yillar qattandir hayolim kelib qoldi. Bitta narsa bor edi, hozir vo'sh yo'q shu narsa. Gapingga javob berasanmi degan gap bo'lardi shu payt. 93-yilgacha davom etdi-da bu gapingga javob berasanmi degan gap. Keyin qolib ketdi. Choyxonada kim gapiga javob bera olmay qolsa, choyxonaga taklif qilishadi. Choyxona desa, sen meni podvola deb qo'rqishadi odamlar. Yomon qo'rqishadi. Bordi, choyxonaga bordi degani tamom bo'ldi deganda pulga tushadi. Poterpevshiy bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham. Lekin choyxonadagilar bekorga ishlamasdi. O'shanga odamlar juda ham gapiga e'tibor berib gapirardi. Nima deydi? O'ylab turib gapirardi. Bitta choyxonaga borib qolmayman. Palonchaga, pistonchaga degan gaplar bo'ladi. Palonchagani taniysanmi? Qaysi mahalladansan? Palon mahalladanmansa, anuni taniysanmi? Ha, taniyman desa, qayerdan taniysan? Ajoyib zamonlar edi.
juda ajoyib zamon edi. Biz davlatda zavod fabrikasi bor-ku. O'sha yerda davlatda narsasini o'g'irlash bu tirikchilik degan narsa nom berilgan. Tirikchilikning aybi yo'q. Moyli joy. Moyli joyga haligi masla kombinati, masla yog' chiqazadigan joy. Haligidagi joy edi o'ta. Moyli joy. Zamon ham o'zgarib ko'tararkan sekin. Lekin balo zo'r ketyapti. Faqat yeyish uchun chiqarilgan baliq ekan bu. Quruq go'sht. İçi shavog'im kam. Mana shunaqa gaplar endi o'qili.